Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Herhalde Soyut'taki Haliple Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Soyut'te Ömer ibn Hattab'daki bir kısım haberleri, izlerden kısaca malumat vermekçiyim. Bunun içinde de tuncu kıtım bunu Emirül Mu'minin, Mu'minler Emiri de atanan kişi kim o? İmam Bukhari özün Edebul Mufret namlı kitabıda ve Askeri Alim Evail namlı kitabıda Tevrani Mu'camul Kebir namlı kitapta İmam Hakim İbn Şahab Zuhari'nin yolu arkalık rivayet kılınmıştır. Yani bu malumat bir neçe kitapta bayan kılıngan demektir. Bunun Ömer İbn Abdülaziz, yani bu Ömer İbn Hattab'ın ki o neçinci nevirsi oldu demektir. Abu Bekir ibn Süleyman ibn Ebi Hasme diyen kişiden soraptı. Hem de Ebu Bekir'nin zamanında Ebu Bekir'ni Resulullah'ın halifesi deb yazgan bolsa, onun kendinden Ömer'den başta Ebu Bekir'nin halifesi deb yazıp kelip, nemişqa bunu Emirül Mu'minin deb yazıp qalgan. Tunji qitim bunu Mu'minlar Emiri, yani halife degan so'zni Mu'minlar Emiri namıga yetkab yazgan kishi kim u deb soraptı. Ömer ibn Abdülaziz soraptı da bunu. Yani bu adam cevap berip soralgıcı. Bana muhacir ayollardan boğan Şifa degan ayol bana hadis bayan qilib mundaq degan edi. Ebu Bekir burun xat yazgan vaqtida Resulullah'ın halifesi deb xat yazat degan. Misr, Iroq, Şam tarafli xat yazsa. Ömer radhiyallahu anhu shundan keyin Resulullah'ın halifesi deb yazgan ekan. Shunda Ömer radhiyallahu anhu Iroqniki valisiga xat yazib, "Bana bir kuchlik ikki odamni avatgan, men ulardan Iroqniki avalini, Iroqdagi fuqarolarning avalini bir so'ray degan Lubayd ibn Rabi'a bilan Adi ibn Hatim degan ikki sahobani avatibdi. Adi ibn Hatim degan hamda mush arablarning ichida nihoyat mashhur bo'lgan, sehrlik bilan, mardlik bilan mashhur bo'lgan Hatim Ta'i deganniki o'g'li bo'ldi. O'zi Tay qabilasidan. Bu ishkaylar Madinaga kelib, masjidga kiribdi, Umar ibn As'ni uchirtiblar. Emirül Mu'minning qishib bizni boshlab qo'ygan, ya ruxsat etmagan degandan Umar ibn As, sizlar uning ismini haqiqatan to'g'ri topa oldinglar deb Umar ibn Hattabning qishiga kirib, "Assalomu alayka ey Emirül Mu'minin" deb javob degan ekan. Umar ibn Hattab, "Bu ismni sen nereden topding buni? Nima bo'ldi sana?" "Men degan gapingni qaytarib ol" degandan keyin bu avvalni xabar berib Umar ibn As mundaq debdi. "Siz amir, biz mu'minlar" degan ki qoyil bo'libdi-da Umar radhiyallohu anhu. Shuning bilan shu kundan boshlab xalifati Rasulillah. Ana endi 3-chi xalif chiqsa, endi xalifasining 4-chi xalif chiqsa, endi 4 xalifning shu zanjirsaman bo'lib ketdi-da vaqtida. Shu nayt qisqa, nayt oddiy, nayt tushunishlik ismga yetkilib shu kundan e'tiboran Emirül Mu'minin namini atalgan dedi. İmam-ı Nevevi Tahzibul Esma namlı kitapda bayan qilinishicha bu isimni tunji qatim atagan kishi Adi ibn Hatim bilan Lubayd ibn Rabi'a. Çünkü bular Iroqdan shu Madinaga kelgan vaqtda shundaq degan. Bu to'g'ri. Çünkü Umar ibn Asqa shuli deb chiganda, ba'zilar debdi Mughirat ibn Shu'ba atagan debdi. Shu vaqtda Mughirat ibn Shu'ba Iroqning valisi, balki shikaylandı da Emirül Mu'minning qishiga beringlar degan bo'lish ehtimalim bor. Uningdan boshqa Ömer o'zi kishilarga sizlar mu'minlar men sizlarning amiringlar deb shuning bilan mu'minlar amiri deb mandam atalgan deyilibdi. Balki ishkaylar mu'minlar amiri degandan keyin masjidga chiqqandan keyin balki mush avvalni tushuntirib kishilarning quloqiga so'nilgan bo'lishi mumkin. Uningdan burun Umar radhiyallohu anhuni Resulullah'ın halifesi deb atalgan edi. Demek bu uzun ibaretten vazgeçip bular qisqa, yengil, yiqimli bu ibaretga so'zga yetkazilgan dedi. İbn Asakir Muaviye ibn Qurradan rivoyat qilinishicha Ebu Bekir zamonida Resulullah'ın halifesi nomida xat yozgan bo'lsa, Umar ibn Hattabning davri kelgan vaqtda Resulullah'ın halifesi deyishdi dedi. Ömer shuning bilan bu bak uzun bo'lib ketibdi. Degandan ular yo'q debdi-da. Jamoat shu vaqtida biz seni o'zimizga amir qilib sayladik. Sen bizning amirimiz tursan degandan keyin Umar ibn Hattab, sizlar mu'minlar, men sizlarning amiringlar.
degandan keyin bular qo'shilib mu'minlar amiri, amirul mu'minin nomini shu vaqt qo'llangan deydi. İmam Buxoriy o'zining tarix nomli kitobida İmam Buxoriyniki ikki xil tarixi sag'ir, tarixul kabir nomli mashhur kitoblari bor. Shuni olib bo'lsa kerak. Said ibn Musayyibdan rivoyat qilinishicha, tunji qitim o'sha hijriya tarixini ijod qilgan, yozgan kishimi Umar ibn Xattob edi dedi. Chunki Umar ibn Xattob o'zi xalifa bo'lib 2,5 yildak holatda kon tarixlarni ishiltib yoki ma'lum bir voqealiklardan boshlab falon voqeaniki manchi yili yoki falon voqea bo'lib manchi yildan keyin yoki falon voqea bo'lishdan manchi yil burun degandek tarix bilan mashg'ul edi arablar. Masalan, mashhur voqealarni tutib turib shu mashhur voqeadan boshlaydi. Masalan, pil voqeasi bo'lib manchi yili manda bo'lgan degandek voqealar yozadi. Lekin 16-yilga kelgan vaqtida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning maslahat ko'rsatishi orqali Hijriyaning 16-yili Hijriya tarixini qo'llanib yozishgan. Ba'zilar islomning tug'ilgan vaqtini dedi, ba'zilar İslamiyetning vahiy kelgan vaqtdan boshlaydi dedi. Eng oxirida bu shu Hijriya Rasulullohning hijrat qilgan vaqtini asos qilib boshlaydi deb shuni yilning 1-yil qilib shuni yo'g'i ondan yil tarixini ashta yozib kelgan. Bizning uyg'urlarning kim ko'n kitoblarga qaytsak, hammasi asosan shu Mulla Musa Sayraminiki kitobi qarsak, Hijriya nomilarla yozib keldik. Biz bu burundan azaldan Hijriya nomini qo'llanib kelgan. Mayli biz Chingiz nomiga qarayli, uyg'urlarning mashhur kitoblardan yoki Mulla Musa Sayraminiki tarixi Rashidiga yoki Aminiga qarayli, yoki nimaning Muhammad Haydar Kurganning tarixi Rashidiga qarayli, bizga hozir qadar shu saqlanib kelayotgan namunali kitoblarimizda shunda shu hijriya tarixini asos qilib keldik. Selafi degan olim Tuyurat nomli kitobida sahih sanad bilan, sahih so'zga Abdullah ibn Umardan, Abdullah ibn Umar dadasi Umardan rivoyat qilib, shu vaqtida Umar ibn Xattob hadislarni yozishni xohlagan ekanda, bir oyda istixor sapdi Allohga. Shunlar hamda shu hijriyat nima, sunnatni, hadislarni bir yozib qoldiraylik deb shuni iroda qilib tamshelgan vaqtida, ondan ben undan burunqi, ya'ni Bani İsrail burunqi payg'ambarlarniki qavmning hayotini eslab qilib, ular kitob yozib, ular shu yozgan payg'ambarlarning ish izlarini, so'zlarini yozish orqali osmondan tushgan samoviy kitoblarni tashlab qo'yganlikdan shuni eslab qilib, men hadis yozishni yozmagan edim degan ekan. Umar ibn Xattobning zamonida hadis yozishni cheklagan Umar roziyallohu anhu. Bu keyingi davrlarda yozilgan hamda. Ibn Sa'd degan olimning Shaddod degan kishi rivoyat qilinishicha, Umar ibn Xattob hamda tunji qatam munbarga chiqib xalifa bo'lgan vaqtida so'zlagan tunji kalimasi bunday ekan: "Ey Alloh, men nayt qattiq qo'l, meni yumshoq qilgin. Men ojizman, meni kuchli qilgin ey Allohim. Men bexilman, meni sehi qilgin" deb mush so'z bilan xutba boshlagan dedi. Ibn Sa'd, Said ibn Mansur va ulardan boshqa kishilar bir necha rivoyatlardan, yo'llardan rivoyat qilinishicha, Umar roziyallohu anhu bunday degan dedi: "Men o'zimni mush Allohningki meliga nisbatan mush yetimning meliga ega bo'lgan, uning mol-mulkiga mas'ul bo'lgan bir mas'uliyatchining o'rnida o'yladim" dedi o'zimni. Ana xalqancha ishlatmaydigan gapda hamda davlatning kimligini. Agar boy bo'lsam, men o'zimni sifatli saqlab, o malga men qattiq tegmayman, qattiq olmayman. Agar muhtoj bo'lib qolsam, normal holatda elib oilamning ehtiyojiga qarta ishiltaman dedi. Agar men yana boy bo'lib qolsam, ma'lum tijorat qildi hamda ma'lum o'ziga halol kesibdi. U vaqtida buru yegan, davlatning moliyasidan olgan pulimni men qaytarmayman. Aslida İslamiyet'teki hakimiyet siyasi nizamları bu şekilde devam ediyor. Samimi alette. Bugünkü günde fakat şu devletlerindeki bayılması Müslüman devletlerinde sebebi ne mi diye vaxtıda şu baştakiler esasen bütün devletlerin umumi iktisadını kontrol kılıp, monopol kılıp bu kolu pakiz bulmalıktan devletler esasen Müslüman devletleri esasen hemiz kembağal alette yaşaydı.
İbn Sa'd İmronda rivoyat qilsa, Umar ibn Xattob agar ehtiyojli bo'lib qolsa, hamda shu baytul mol, davlat moliyasiga ega odamning qishiga kelib, undan qarz so'rab oladi deydi. Navoda o qarzni vaqtida qaytarib bo'lamasa, kambag'al bo'lib qolib, davlat moliyasiga ega bo'lgan hamda ay mulkdor, ombachi kelib, sen manda vaqt manda pul olgandan shu pulni qaytarib ber deb uni talab qiladigan gap. Shuningla Umar ham bu vaqtda qaytarib bo'lmagan vaqtida bir oz muddatni keyinga surishni talab qilib, uniki maosh chiqqan vaqtida maoshidan o'ziniki olgan qarzni to'lab manda hokimiyat yurgizgan dedi. İbn Sa'dning Baroat ibn Ma'rurning bir o'g'li rivoyat qilinishicha, Umar roziyallohu anhu bir kun chiqib, munbarga chiqibdi-da, shunga sal bir og'rib qolibdi. Og'rib qolgandan keyin bunga asal foyda qildi degandek gaplarni isbotlab bergan ekan. Shu vaqtida shu ombada, davlatniki omburda bir ko'za asal bor ekan hamda, bir kichikroq bir ko'zada bir hamda. Bir shisha degandekda. Shu vaqtida Umar roziyallohu anhu debdi, ruxsat qilsanglar, men asalni ilib ichib baqqan bo'lsam, bo'lmasa bu harom edi degan dedi. Ay shu kishilar, boshqalar ruxsat qilganingizda, xalq fuqarolar ruxsat qilganingizda, ondan asalni ilib ichgan dedi. Salim ibn Abdullahning din chiqarishicha, buni Ibn Sa'd tabaqatnoma kitobida bayon qilganda, Umar roziyallohu anhu ba'zi vaqtlarda o'zining qo'llarini to'gininki bundoq şu dobrları mesela maqatlari yoki yarısı bo'lib qolsa, shu yorlari qo'rlarini opirib, yani yak maylab, silab shuna qiladiki va mundaq deydi. Qiyomat kunimiz jonliqdimi so'rlab qilishimdan men ansirayman deb mundaq. Bu Qur'oninglar xalqinglar emas, hatto hayvonotlarningmi dardiga darmon bo'ladigan bunda bir xalifat dedi. Abdullah ibn Umardan rivoyat qilib deysa Ibn Sa'd yana, bu Ibn Sa'd bütün sahabalarniki hayotini asosan tafsili bayon qilib chiqqan tarixchi bu. Umar roziyallohu anhu kishilarni bir ishdan cheklamoqchi bo'lsa, avval oilasiga kelib bundoq deydi. Men fuqarolarni cheklagan ishqa mening oilamdan bir kishi shu cheklangan ishni qilib qolsa, uningga men jazoni hassilab avtaman degan ekan. Ta'disilib. Yani ailesidan, o'zining jamiyatidan bundoq cheklagan ishqa ötüdüğü adam qattiq bo'lmaydi. Yani başka tarafdan rivoyat qilinishicha, Umar ibn Xattob bir kuni Madinaning atrofini jesakchilik qilib, kishilarning fuqarolarniki ahvolini ko'rish uchun kechida jesakchilikka chiqibdi-da. Buni avvaldan aytib ko'p davomlashtiradi ekan. Ketavotsa, ikki taqoqliq arablarning ayollaridan bir ayol bir she'r o'qiyotganda, bu she'r shunda quloq solsa, o she'rning mazmuni mundaq ekan. Bu şiirni bu şu mezmunuyla masas kılayla bundaqda. Tatawala hadal leylu tesri kevakibuhu ve erraqani alla zaji'a ula'ibuhu dedi. Nimança tan atmaz bu mudhiş gece. Yarımı yok bunda oyun etküce. Allah'tan korkmusam bundaq yatkuca ko'nglimni ochatdim taza yetküce. Yanıla erimni xo'sh qilay murodiga yetgucha degan mushirini o'qigan. Shuning bilan Umar roziyallohu anhu bu voqealikni yana oyg'ida chiqdi. Mushirni anglagandan keyin bizniki butun shu atrofda, Shamda, Misrda, Paris tarafda shu g'azot bilan urush bilan shug'ullanayotgan mujohidlarni, shu askarlarni 4 oydan ortiq chegara tug'izmay darhol qaytirishga, ya'ni 4 oyda birdan almashtirishga buyurgan dedi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.